Shavkat Mirziyoyev Doha shahridagi Qatar Milliy anjumanlar markazida ijtimoiy rivojlanish bo'yicha 2-jahon sammitining ochilish marosimida ishtirok etdi. Anjuman ishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Qatar davlati amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni, BMT bosh assambleyasi raisi Anna-Lena Baerbock, BMT iqtisodiy va ijtimoiy kengashi raisi Lok Bahodir Thapa, davlat va hukumat rahbarlari, xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlar vakillari ham qatnashdi. Davlatimiz rahbari keyingi yillarda Qatar ijtimoiy inkluzivlik va jadal taraqqiyot markaziga aylanib borayotganini ta'kidlab, ushbu mamlakat xalqini erishilgan muvaffaqiyatlar bilan samimiy tabrikladi. Oxirgi yillarda kambag'allik darajasini 35% dan 6.6% gacha qisqartirishga erishdik. Biz bu yo'ldagi islohotlarni bundan keyin ham davom ettiramiz, dedi nutq so'zlagan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Davlatimiz rahbari global ijtimoiy adolat va barqaror taraqqiyotni mustahkamlashga qaratilgan qator taklif va tashabbuslarni ham ilgari surdi. Kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga amaliy ko'mak beradigan Global ijtimoiy adolat fondini ta'sis etishni taklif qildi. Prezidentimiz ijtimoiy mas'uliyat va munosib mehnat bo'yicha global tashabbusini ishlab chiqish taklifi qo'llab-quvvatlanishiga umid bildirdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari kuni kecha bo'lib o'tgan ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashish bo'yicha Global alyansning birinchi yig'ilishida qabul qilingan qarorlarni O'zbekiston to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi hamda alyansning bo'lajak sammitlaridan birini O'zbekistonda o'tkazish va ta'lim masalalarini kun tartibining asosiy mavzusi etib belgilashni taklif qildi. Yakunda O'zbekiston prezidenti sammitda qabul qilingan Doha siyosiy deklaratsiyasini to'liq qo'llab-quvvatlashini va uning barcha tamoyillarini hayotga tatbiq etishga tayyorligini tasdiqladi.